Men to'g'risi yarim soatdan beri harakat qilib ko'ryapman. To'g'ridan-to'g'ri jonli efir qilishga. Jonli efirda o'tirib, Sho'pir akalarimizga kerakli ma'lumotlarni berishga harakat qilib ko'ryapman. Sho'pir akalarimiz uchun men o'z umrimda birinchi marta boya notebookdan ham qildim. Notebookda translyatsiya yoqdim. To'g'risi o'zimga umuman yoqmadi, chunki ovoz yo'q, nol ovoz. Ovoz mikrofon degan joyi yo'q-da, nol-da. Umuman ovozim eshitilmagan. Men aslida ovoz eshitilishini xohlayman. Bu yoqda Face ID balobatlardan ko'ra ovoz eshitilgani menga ma'qulroq bo'ladi. Boya rosa gapirdim to'g'risi. Kechiga bitta bloger YouTubedan pul topishni o'rgataman degan bloger efirlarida o'tirdik. Ularning maqsadi aholiga bu narsani o'rgatish. O'zi boshida maqsad mana bunaqa bo'ldi. Ularning bergan kommentariyasi boyagi sharhi bo'yicha har bitta o'zbekistonlik YouTubedan pul topishini o'rganishini xohlayman, tekinga o'rgataman deb turib boshladilar-da. Уже tugash arafalarida уже maqsad yasna bo'ldi. Shu o'quv kurslari bor ekan, u kurslarni pullash maqsad bo'lgan ekan. Endi kimlardir qo'shilgandir, lekin ozgina qimmatroq e'tibordilar. Shuni hisobiga men bu narsaga qo'shilmadim, to'g'rirog'i. Qo'shilishni xohlamadim. Sabab juda qimmat. Men har bitta o'zbekistonlik YouTubedan pul ishlashini xohlayman degan inson bu darsliklarni bu darajada qimmat sotmaydi. Meni maqsadim nima? Men endi o'zim shu kechagi auditoriyadan ilhomlangan holatda, motivatsiya olgan holatda o'zim yo'nalishim bo'yicha shu insonlarga foydam tegishini xohladim. Men miyamdagi bor bilimlarni tekin beraman. Допустим, men o'zim balon sotaman. Meni qiladigan ishim avtoshinalar sotish. Avtoshinalarni hozir men sizlarga ko'rsataman. Gruzovoy texnikalar uchun avtoshinalar sotamiz. Men o'zim shu korxonada ishlayman. Avtoshina O'zbekistonga olib keladigan korxonada ishlayman. Mana asosiy qiladigan ishim. Mana shu ko'rib turgan balonlarning har birini qaysi qanaqa texnikaga tushishni men noldan o'rgataman. Hech qanaqa kurs yo'q menda. Onlayn har kun video darsiga qo'yaman. U tekin bo'ladi. Xohlagan vaqtingizda YouTube'ga, Instagram'ga kirib darslarni ko'rsangiz bo'ladi. Darslar hammasi tekin bo'ladi. Qiziqadiganligi mana agar shu balonlarni olish, sotish, qanaqa razmer qaysi texnikaga ketishini o'rganmoqchi bo'ladiganlar bo'lsa, har kun YouTube'ga bitta razmerni men obzor qilib qo'yib ko'rsataman. YouTube'ga, Instagram'ga, Telegram kanalimga отдельно bitta kanal ochaman-da, Telegram. Telegramda kanal jam unaqa shart emas, chunki YouTube o'zida qo'ygan videomni qayta-qayta ko'rsanglar bo'ladi. Men tekinga o'rgataman bu narsani. Hech kimdan hech qanaqa pul so'ramayman, boshqa qilmayman. Agar bu sohani chuqurroq o'rganib, men soha bo'yicha pul topishni niyat qilganlar bo'lsa, pul topishni niyat qilayotganlar bo'lsa, пожалуйста, mana kelsanglar, men tekinga o'rgataman shu sohani. Avtoshinalarni sotish. Qanaqa texnikaga qaysi razmer ketadi? Qanaqa qilib bundan foyda qilsa bo'ladi, men sizlarga tekin o'rgataman. Men hech qanaqa kursda o'ylab topmayman. Hech qanaqa bir videoroliklarni pullash maqsadim yo'q. Hammasini tekin o'rgataman, absolyutni. To'g'ri, bu narsaga boyagi kechaga olib qochdi gaplarga o'xshab turib, mana bu oyiga $10,000 prosmotr zo'r bo'lsa $100,000 ishlaysiz degan narsa yo'q, stabilmi. O'zingizlarning harakatingizga qarab turib, inshaalloh yaxshi daromad qilsangiz bo'ladi. Masalan, bu sohada sizlar 24 soat ishlashingiz shart emas. Kimdir davlat ishida ishlaydi, kimdir uyda o'tiradi, onlayn tarzda ishlasanglar ham bo'ladi. Hech qanaqa muammo yo'q. Masalan, bu sohani yaxshi o'rgangandan keyin kuniga 2 soat, 3 soat vaqtingizni ajratib, bemalol savdoga kirgandan keyin yaxshi pul topsanglar bo'ladi. Bu narsa uchun sizlardan hech kim oliy ma'lumot talab qilmaydi, diplom talab qilinmaydi. Faqat bitta talab qilinadigan narsa
razmerlarni yaxshi o'rganish va shopirlar bilan tushunarli holatda gaplashish, ularga yaxshiroq ma'lumot yetkazib berish. Agar onlayn darslikdan foydalana olmaymiz, tushunmaymiz deydiganlar bo'lsa, telefon qilinglar. Toshkent shahrida, Toshkent atrofida yashaydiganlar kelsanglar, aytganimdek absolyutni tekin o'rgataman hammasini. Mana tayyor mahsulotda, mana tayyor balon. Mana shu boshida turib hammasini tushuntirib, shopirlar bilan qanaqa gaplashish kerakligini, shopirlarga qanaqa ma'lumot berish kerak, shopirlarga qanaqa tavsiyalar berish kerakligini hammasini tekin o'rgatib beraman. Mana inshaalloh nasib savdoga kirib ketsanglar, biz xursand bo'lamiz. Mana xohlasanglar mana shu bizda o'zimiz olib kiradigan balonlarni sotinglar. Xursand bo'lamiz bu narsaga. Men miyamdagi bilimni kecha ko'pchilik yozyapti. Bilim bebaho, bilim bebaho. Bilimni baholab bo'lmaydi. Lekin kechagi auditoriyada YouTuberni anaqasida o'zini 9 yillik bilimini baholab qo'ydi. To'g'risi. Men bilimimni baholash niyatim yo'q. Men bilimimni savob yo'lida tekinga beraman. Men hech qanaqa bilimimni pullamayman. Chunki menga ustozlarim bu bilimni berganda mendan pul talab qilmagan. Men senga mana shu sohani o'rgatyapman, menga mana uchun pul berasan deyishmagan. Menga tekin o'rgatishgan. Mana miyamdagi mana shu imminni shu sohadagi bilimni pullashni xohlamayman. Men shu vaqtgacha 26 ta shogird chiqardim. 26 ta shogirdim bor. Hozirgi kungacha mana 26 ta shogirdim bor. Mana shu 26 ta shogirddan ko'pchiligi juda ham yaxshi daromad qilishadi. Shunaqa do'konlarda o'tirishadi, balonlarni o'rganishadi. Bizga o'xshab savdoda yuradigan hammasi. Agar kimgadir qiziq bo'layotgan bo'lsa, pajalisti yozinglar, qo'ng'iroq qilinglar. Telefon raqamlarimizni endi jak kanalda qoldirganmiz, telegramlarimizni, telefon raqamlarimizni kimgadir agar qiziq bo'ladigan bo'lsa, telefon qilsanglar gap so'z yo'q. Faqat bu narsani hozir men prямой efirda aytayapman. Xudo xolasa bu prямой efirni men to'g'ridan-to'g'ri YouTube kanalimga joylayman. Telegram, Instagram ssilkalarimizni inshaalloh. Men YouTube'ni zo'r tushunmayman, to'g'risini aytaman. Tamoman YouTube'ni zo'r tushunmayman. Qo'ldan kelguncha harakat qilaman shu narsaga. Hamma ssilkalarni qoldiramiz. Kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa yozsanglar, har kun bitta razmerli video darsli qilib joylab boraman. Video darsli qilib hammasini men shu YouTube kanalimga joylayman, Instagram kanallarimga va boringina Facebookga ham joylab qo'yaman. Agar kimdadir Facebook bo'ladigan bo'lsa, kimdadir Instagram yoki kimdadir YouTube bo'ladigan bo'lsa, bemalol izlab topib shu darsliklardan foydalanib bemalol o'rgansanglar bo'ladi. Sizlarga foydamiz tegsa xursand bo'lamiz. Ba'zilarga o'xshab turib uyda o'tirib pul topmoqchi bo'ladigan insonlarga foydamiz tegsa gap so'z yo'q. Joninglar sog' bo'lsin. Uyda o'tirib internetni yeb to'g'risi ba'zi bir insonlar bor, internetni yeb uyda o'tiradi, bekorchilikdan video reelslar ko'radi, nimalardir ko'rishadi. Bu vaqtinglarni imminda mana shu reklama tarqatishga ishlatsanglar bo'ladi. Masalan, klientlar o'zligi telefon qilishadi, reklama tarqatib bemalol savdoga kirib ketsanglar bo'ladi. Shuning uchun bekorchi vaqtdan unumli foydalanishingiz uchun video darsliklar qilamiz. Bu darsliklar mutlaqo tekin, yana aytaman, men hech kimdan pul so'ramayman bu narsa uchun. Shu imkoniyatdan foydalanib bemalol pul ishlay olsanglar bo'ladi. Kechagi anaqalarga o'xshab turib tekin o'rgataman deb turib, video darsliklar pulli oxirgi kelganda gaplar, oxir maqsad aniq bo'ladi-ku, vaqtlar oxirlagan. Video darsliklar pulli, kurslarimiz bor, kam standart, premium, kam VIP degan narsalar yo'q bizda. Absolyutni hech qanaqa bunaqa narsa yo'q. Men o'zim to'g'risi YouTube'ga qanday olib borish kerak, YouTube'da qanday translyatsiya qilish kerak, YouTube kanallarni qanaqa to'g'ri ochish kerakligi to'g'risida yaxshi ma'lumotlarni olaman deb o'ylab kirgan edim. Afsuski adashgan ekanman. Bu bo'lmagan narsa ekan. U ko'proq pullashga harakat qilishdi. U miyasidagi ma'lumotlarni, bilimlarini bizda unaqa bo'lmaydi, xudo xolasa.
100% garantiya berib aytaman. Bizda bu bilim pullanmaydi. Bilim shunchaki tekin beriladi. Chunki bizga ham ustozlarimiz bilimni tekin berishgan. Maktabda ustozlarimiz bizga bilim bergani uchun davlat ularga oylik to'lagan bo'lishi mumkin. Lekin imminni o'quvchilari отдельно pul to'lashni ustozlar talab qilmagan. Ustozlarimiz bizga bilimni tekin bergan. Biz ham xuddi shunday. Bilimlarimizni miyamizdagi bar bilimni hammasini tekin beramiz. Foydamizga tegsa xursandmiz. Chunki bilim berish eng katta savob hisoblanadi. Bu savobdan foydalanish biz uchun juda ham kerak narsa. Shuning uchun Xudo xolasa ertadan videoroliklarni qo'yishni boshlaymiz, darsliklarni. Faqat sizlardan bitta narsa qo'llab-quvvatlab, like, podpiska qo'llab-quvvatlasanglar bo'ldi. Xudo xolasa shuni harakatida inshaalloh ertadan videoroliklarni chiqarishni boshlaymiz. Video darsliklar, videoroliklar emas, video darsliklarni chiqarishni boshlaymiz. Hammaga o'xshagan katta balonlarni sotishni o'rganish niyati bo'lganlar, pожалуйста, podpiska bosinglar, like bosinglar. Podpiska qilib qo'ysanglar, podpiska bo'lib qo'yganlar har kun yangi chiqarilayotgan videolarni ko'rish imkoniyatiga ega bo'ladi. Izlab o'tirmaydi, chunki уже boyagi kanalga videoni joylaganimizdan sразу ularga оповещение boradi, o'sha xabar boradi. Birinchi darslik joylandi, ikkinchi darslik joylandi, uchinchi darslik joylandi, kundalik darsliklarning joylanganligi to'g'risidagi video xabar boradi. Shundan unumli foydalansanglar, Xudo xolasa yaxshi foyda qilish yo'llarini inshaalloh men o'zim o'rgataman. Sizlar bilan qo'shilib, o'zim ham eski bilimlarni takrorlab, eski xotiralarni yana bir esga olishga harakat qilaman. İnşallah to'g'risi meni tan olaman. Yaqin 1 yarim yil ichida shogird chiqarganim yo'q. Undan oldin 27 ta, 26 ta, 27 ta shogird chiqargan bo'lsam, yaqin 1 yarim yil ichida boshqa ishlar bilan ozgina chalg'ib shogird chiqarganim yo'q. U chiqargan shogirdlarimdan ham men hech qanaqa bir to'lov talab qilmaganman. Yaxshi ishlashyapti. Sizlar bilan Xudo xolasa darsliklarda ko'rishguncha, agar kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa, kelib живой holatda mana shu balonlarni o'rganish niyati bo'lsa, mana shu do'konga kelib, mana shu balonni boshida immindan shu razmer qanaqa texnikaga ketadi, hammasini to'liq o'rgatib o'tamiz. Agar kimgadir qiziq bo'layotgan bo'lsa, bu narsa bemalol kesaylik o'rgatib o'tamiz. Shu do'kon, shu yerda balonlarni o'rgatishimiz ham mumkin. Lekin onlayn darslik обязательно, onlayn darsliklarni обязательно chiqarishni boshlaymiz. Xudo xolasa ertadan. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, ko'rishguncha yaxshiliklarda ko'rish nasib qilsin.